Assalomu alaykum. Ko'pchilik insonlar kasallikni davolashda katta xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Shuning uchun ham ko'plab insonlar kasallikdan yillab xalos bo'la olishmaydi. Hozir men sizga ushbu xatoliklar haqida batafsil tushuntirib o'taman. Nima uchun men, kasallik mavzularini qayta-qayta olib chiqishga harakat qilaman, bilasizmi? Buning asosiy sabablaridan biri shaxsan men o'zim tanamdagi kasalliklar bilan kurashganman va kasallik sabablarini anglab yetganman hamda kasalliklardan deyarli hech qanday dori-darmonlarsiz men shifo topganman va aynan mana shunday yo'l borligini boshqa insonlar ham bilishligini xohlayman. Sababi ko'pchilik insonlar hozirgi kunda kasal bo'lganda faqatgina kasallikni o'sha dori-darmon bilan tuzatish mumkin degan tushunchaga ega. Ko'pchilik tushunmaydi kasallikni dori-darmonsiz ham tuzatish mumkin ekanligiga. Kasallikni davolashda insonning ongi asosiy muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida ko'pchilik insonlar haliyam tushunchaga ega emas. Aynan mana shularni ko'pchilik insonlarni bilishligini xohlayman va dori-darmonlarsiz ham insonlarni salomatligini tiklashga yordam beraman va aynan mana shu yo'nalishda faoliyat olib boraman. 10 kunlik shifo kursini tashkil qilganman va 10 kunlik shifo kursi davomida ko'pchilik insonlar tanasidagi kasalliklardan hech qanday dori-darmonlarsiz xalos bo'lishmoqda va bunday natijalar juda ham ko'p. Ya'ni insonlar tushunib borishyapti. Hech qanday dori-darmonsiz ham tanasidagi kasalliklardan xalos bo'lish mumkinligiga. Lekin shunday insonlar ham borki, hali ham bunday bilimdan bexabar va men xohlaymanki, bugungi kunda ko'pchilik insonlar bunday ilmni bilishligini. Demak, inson tanasidagi kasalliklardan xalos bo'lish uchun yo'l qo'yadigan asosiy xatoliklardan biri bu kasallik bilan kurashish. Ya'ni kasallikni dori-darmonlar bilan simptomlarini yo'q qilishga harakat qilish. Bilingki, kasallik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ya'ni sizda kasallik bormi? Demak, buning sabablari bo'ladi albatta. Kasallikning asosiy sabablaridan biri stresslar hisoblanadi. Stresslar nima? Misol uchun deylik, kuchli qo'rquv, xavotir bo'lishi mumkin. Qattiq g'azablanish, achchiqlanish, xafagarchilik, nafrat, norozi bo'lish, qaysidir vaziyatlarni umuman qabul qila olmaslik, o'zini tanqid qilish, o'zini ayblash va shunga o'xshagan kuchli hissiyotlar insonning tanasini kasallanishga sabab bo'ladi aslida. Agarda sizda qandaydir kasallik bo'lsa, o'zingiz tahlil qilishingiz mumkin-da. Ya'niki aynan mana shu kasallik paydo bo'lishidan oldin sizda qanday stresslar bo'lgan? Mana shunday stresslar borligini anglab yetasiz. Demak, kasallikni davolashda birinchi navbatda stresslarni bartaraf qilish kerak. Bu juda ham muhim. Agarda siz stresslarni bartaraf qilmasdan turib faqatgina kasallikka ko'r-ko'rona yondashib, kasallik bilan kurashadigan bo'lsangiz, unda uzoq yil davomida kasallik bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Kasallikni davolashda birinchi navbatda stresslarni yengishga harakat qiling. Kasallik bilan kurashmang, uni sababini anglang. Nima uchun sizni tanangizda ushbu kasallik paydo bo'ldi? Va siz qachonki sababini anglab yetsangizgina tanangizdagi kasallikdan tezroq xalos bo'lishni boshlaysiz. Ungacha siz tushunmasangiz kasallik sababini yillab kasallik bilan kurashasiz. Chunki tushunmaysiz nima uchun bu kasallik sizda paydo bo'lganligini. Undan keyingi xatolik tinmasdan kasallik haqida o'ylash hisoblanadi. Siz qanchalik kasallik haqida o'ylar ekansiz, qayta-qayta miyangizga kasallik signalini yuborasiz va miyaga kasallik signali yetib borgandan keyin, bizani tanamizni, bizani miyamiz, bizani ongimiz boshqarar ekan, siz o'zingiz bilmagan holatda kasallik signalini miyaga yuborganingizdan keyin miya qayta tanaga kasallik signalini yuboradi va natijada tana kasallanadi, kasallanishni davom etadi. Tushunyapsizmi? Va biz ko'pchiligimiz buni tushunmagan holatda bajaramiz
va shuning uchun ham yillab kasalliklardan xalos bo'la olmaymiz. Ko'pchilik tanasida kasallik borligini bilsa darrov tushkunlikka tushadi va bu eng katta xato hisoblanadi. Sizda qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar tushuningki, har qanday kasallikka yechim bor. Buning uchun tushkunlikka tushishni keragi yo'q. Siz tushuning, kasallik bu sizga signal, ya'niki sizda nimadir noto'g'ri ekanligini anglatyapti mana shu kasallik. Va qachonki siz o'sha noto'g'ri xatti-harakatlaringizni, noto'g'ri o'y-fikrlaringizni to'g'rilar ekansiz, avtomatik ravishda kasallikdan xalos bo'lishni boshlaysiz. Va bularni barchasini men, demak, 10 kunlik shifo kursimda batafsil tushuntirganman. Agar siz ham tanangizdagi kasalliklardan dori-darmonlarsiz xalos bo'lishni xohlasangiz, unda men sizni 10 kunlik shifo kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs davomida siz tanani ong orqali boshqarishni o'rganasiz va aytib o'tganimdek, tanangizdagi kasalliklardan xalos bo'lishni boshlaysiz. Marhamat, men natijalarni Instagram kanalimda, YouTube kanalimda, Telegram kanallarimda qo'yganman. Natijalar bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin.